Quyidagi holatlarda qand diabeti bilan kasallangan bemorlarimizda ro'za tutish mumkin emas. Birinchi tip diabetda umuman mumkin emas. Ikkinchi tip diabetda mumkin bo'lmagan holatlar bor. Ya'ni bir necha asoratlar rivojlangan bo'lsa, 5 mahal insulin qabul qiladigan ikkinchi tip diabetlarimizda labil kechadigan, ya'ni sahr 15 dan baland, 4 dan pastga tushib yuradigan holatlarda aslo tutish mumkin emas. Ikkinchi tip turi bilan kasallangan bemorlarimiz ro'za tutishi mumkin. Unda ham shartli ravishda tutsa bo'ladi. Faqat sutkalik davomida glyukozani bir necha marotaba o'lchab turish kerak. Agar qondagi glyukoza miqdori 4 dan pastga tushib ketadigan holatlar bo'lsa, bu payt ro'zani ochish tavsiya qilinadi. Sahr ko'tarilib ketib 15 dan baland bo'ladigan holatlarda ham ro'zani ochib yuborib, tabletkalarni iste'mol qilgan ma'qul. Ikkinchi tip qand diabeti bilan kasallangan bemorlarimizda ro'za tutish mumkin. Faqat qondagi glyukoza miqdori bir xil ko'rsatkichda, ya'ni darajada bo'lishi kerak. Sahr o'ynamagan bo'lishi kerak. Bunda ham shu shartli ravishda tutish mumkin. Kun davomida qonda glyukoza miqdorini o'lchab turish tavsiya qilinadi. Agar sizda ham qand diabet kasalligi bo'ladigan bo'lsa, albatta shifokor bilan maslahat qilib, keyin ro'za tutishni tavsiya qilamiz.